5 ta anaqa bloklar bordi, akkauntim blok bo'ldi. Hozir ochtirdim. Eng qizig'i Shuhrat Musayev aka bizani videoyimizga siz ko'rmagansiz. Haqiqatda gapirib o'rganman. O'sha videoning o'zini postida PRga bugun yana video qo'yibdi. Mani videoyimdan kesib, siz gapirgan joylarimni kesib, video qo'yibdilar. Bugun sen isqirtsan, shtrafingni to'lolmayotgan bo'lsang, u edi, bu edi deb turib gapirib, Shuhrat Musayev qo'yibdi bugun video. Agar sizga bir narsa endi aytaman, xalq ham bilsin. Mana shuncha paytdan beri Shuhrat Musayevni TikTokda efir qilib borishini juda ham ko'pchilik biladi. Umumiy xalqdan kelib chiqib aytaman. Payti kelgan payti Shuhrat Musayev bizarda efirda o'tirgani qo'ymagan darajada ertalabdan kechgacha kerak bo'lsa, mana bu nogironlarga urilaydigan sovg'agacha olib efirda o'tirgan 24 soatlar. Mana aytsin xalq. To'g'rimi yo'qmi? To'g'ri. Xalq mana ochmay, mana eski guring, mana guringni ochdingiz, endi mana xalqdan so'raymiz. Akalar, opalar, Shuhrat Musayev shu vaqt qachon bironta insonga mana shunaqa shuni chiqib turib, men onasini emsin. Ukajon, yo, men opam mana shunday yordam qo'limdan keladi deb qilgan joyini Shuhrat Musayevni xalqqa foydasi tekkan joyini ko'rganmisizlar? Hech kimga foydasi tegmaydi. Faqat birovni g'iybat, faqat birovni ig'vo, faqat birovni shu chaynagan. Bitta insonga yordami tegmaydi. Birovni ko'rgani, yordam qilgani borsa ham, u ham ochko nabirat qilish uchun bir qop un bilan ikki blok kola ko'tarib boradi. Tamom. Men telefonda gaplashganman Shuhrat aka bilan. Yalinganman. Iltimos aka, qo'lingizdan kelarkan juda ko'pchiligiga yordam berarkansiz deganman. Deputat degan cheres shu orqali taniganman-da ularni. Shuhrat Musayev nomerini berganlar. Ehson so'rab yurganmiz. Siz hali efirimga kelmagansiz, Sardor bey. Telefon qilganman. Keyin Shuhrat aka, iltimos, mana shunaqa Xibray tumanida, mana shunaqa poliklinikada yashayman. Farzandlarim uchun harakat qilyapman. Iltimos, sizni qo'lingizdan kelarkan deganman. Keyin ular bo'ldi deb telefonni qo'yib qo'ydilar. O'sha deputat degan odamga telefon qilaman. Nima dedilar aka? Nima bo'ldi? Harakat qilib menga bitta uy polni olib beringlar demayman. Boshlang'ichini harakat qilib yordam berib boringlar. Qolganini olib ketaman o'zim, xudo xolis. Qo'l oyog'im bot dedim. Shunaqa deb aytdim. Bo'ldi deb qo'ydilar, qaytib qilganlari yo'q. Mana xudo ursin, qaytib qilganlari yo'q. Nargiz opa, menga qaytib qilishmadi. Nargiz opa bir. Men Shuhrat Musayev haqiqatan ham siz aytgandek juda ham kuchli odam, juda kuchli yordam berib yuradi, mana shunaqa insonligi deb yuradim. Shuhrat aka menga telefon berib, ey Nargiz. Nargiz, VPN'ingiz yaxshi ishlamayapti, shekilli siz, ha? Voy, bilmayman aka, men Bizni eshitmayapsiz siz, bari Xudo xayringizni bergur. Mana bola beja Dilshodni gapirtiringlar, xalq hamma Dilshodni eshitib kelyapti. Mamlaqa narsada, mana hurmatli akalar, hurmatli opalar, kimdir negativ bo'lib kuzatyapti, kimdir haq bo'lib kuzatyapti, lekin misol uchun faktda mana ko'zinglar bilan ko'rganingizga ishoninglar. Qaysi mana TikTokda, mayli men bu Instagram demayman, TikTokda bitta dona mana shu okaga o'xshab men haq, nohaq deganman. Misol uchun nohaq bo'lsa prezidentni ham nohaq deyman, haq bo'lsa oddiy xalqni ham haq deyman-da. Qaysi bir dona odam menga ko'rsatdi, mana men bu TikTokga bu paxta emas, o'zi yo'g'ida ham aytganman bu odamni. Men post qo'yganman, o'zlari xabarlari yo'q. Post qo'yganman haqiqatda, misol uchun. Kim mukammal xato qilmaydigan odam bor. Shuhrat Musayev gapiryapman, hamma gapiryapti-ku. Shuhrat Musayev men bitta dona fakt dalil aytaman, o'zinglar uchun, bilishinglar uchun. G'iybat emas bu, fakt bu. 2023-yilgacha xalqqa dardini haqiqatdan olib chiqqan gap yo'q. Lekin 2024-yil 1-yanvar kuni qattan unda avtosalon paydo bo'lib qoldi oddiy blogerda. Davlatga foydali narsalar chiqyapti, lekin xalq dardini olib chiqib, cheka joyligi, oldingidagi jo'ski videolar yo'q. Bu fakt bu. Xuddi shu narsa, men ham blogerman, menga ham taklif bo'lgan. Xullas, aytgan joyingdan, aytgan do'koningni olib beraman, lekin siyosatni bizani yo'nalishimizda gapirasan degan. Men tanlamaganim uchun menga mana 5 martalab shtraf yozyapti. Buni Alloh biladi, xalq o'tirganlar biladi. Profilim mana blok bo'lib ketdi. Shuhrat Musayev qildirgan ekan blok. Men tagiga yetdim. Anaqa Sardor aka tagiga yetdim. Shuhrat Musayev moderatori bor. Humoyun degan bola. O'shani 43-level donator akkaunti bor ekan. O'shandan jalba tashlagan ekan. Ochildi profilim, hozir ochib berishdi. Lekin mana shu bolani, mana shu akani, Dilshod akani
judayam ko'p xalqni ichiga kirib, men qoyil qoldim sizga aka, kerak bo'lsa haqiqatdan ham xalqni o'ylaganingiz uchun